Ural qabul eshityapsizmi? Barcha postlar diqqatiga. Markaziy ko'cha bo'ylab jinoyatchini izdan quvyapmiz. Qora Mercedes, oynasi to'liq qoraytirilgan. Imkon qadar ko'chalarni tozalab hushyor turinglar. Eshityapsizmi? Ural, qabul. Sizni tushundim. Shay holatdamiz. Hamma postlar diqqatiga. Ko'prik orqali ketyapmiz. Hamma chiqish yo'llarini yoping. sizni tushundim. Ko'prik bo'ylab kelgan barcha yo'llar yopiladi. Ko'rsatma bo'yicha yuramiz. Mashinani har tomondan o'rab oling. Oldidan kesib chiqamiz. Eshityapsizmi? Qabul. Obyekt chorrahadan o'ng tomonga qayrilib ketdi. Katta ehtimol bilan 31-ko'chaga chiqadi. Eshityapsizmi? Qabul. Ural, meni eshityapsizmi? Biz bazaga boramiz. U yerda sizlarni kutib olamiz. Pepperoni yeysanmi, margaritami? Pepperoni. Qara, halol bo'lsin. Itni go'shtidan bo'lmasa kerak. Jon, ayting, biz it yemaymiz. Yo'q, qanunda ular. Qabul. Obyekt ko'prik tagidan o'tdi. Bizni postga yetib kelguncha 2 kilometr bor. Hushyor turibmiz. Qabul. Buyrug'ingizni kutamiz. Hamma chiqishlarni yoping. Asosiy trassaga haydaymiz. 33-tushunarli. Barcha chiqishlar yopiladi. O'rab olamiz. Ana ikkitangiz ikki yoniga o'ting. Tezroq. Yoniga o'tamiz. Bo'ling. O'rab olamiz. Yoniga o'tamiz. Eshityapsizmi? Tezroq bo'ling. Shu bilan urmaymizmi? Bu ko'rgazma xolos-ku. Ular buni bilmaydi-ku. Urinib ko'r. 33-tezroq yoniga bor. Harakatga o't. Hozir yuraklarini yoraman. Mana bo'l, qo'rqit. Yaxshi, mana shunday. Ha, bolalar, otangizni mashinasini urib qo'ydingizmi? Qimirlama, politsiya. Yot. Qimirlama, qo'lingni orqaga qil. Gap yo'q. Qani bo'la qol. Mana buni politsiya desa bo'ladi. Oyog'ingni och. Mana bu Urigan. Shundoq Mersni to'ntarib tashladi-ya. Albatta ularga mumkin-da. Axir ular 007 bordi-ku. Yo'q. Semeni yigitlari. Ular haqida qanaqa afsonalar yurishini bilasanmi? Ha, bilaman. Bugun bizni smena bo'lmagani yaxshi bo'pti. Biz yetib ola olmagan bo'lardik. Sharmanda bo'lardik. Ha. To'g'ri aytyapmanmi? Ha. Buni qaranglar. Mahluqlar shu yerda ekan-ku. Amantay, Kostya. Voy xudo. Jim, nega baqiryapsan? Nima bo'pti? Ular bilan birga o'qiganman men. Rostdanmi? Albatta shunday. Voy xudo. Voy, qalaysan, Bu nima qilganing? Xalal berma. Xizmatda-ku ular. Men o'zimiznikilarni aytmayapman. Yerda yotganlarni aytyapman. Ey xudo, ketdik bo'pti. Yura qol, ketdik. Voy, assalomu alaykum. Ey, Yur. va alaykum assalom. Yordam ber og'ayni. Og'zingni yum. Bo'ldi, sharmanda qilma. Sassiq, ukajon. Qalaysan? Ahvollaring yaxshimi? Yaxshimisan? Qalaysan? Bo'ldi, qilsang-chi. Yedi. Men hozir. Nimaga? Kim bu? Oddiy uysiz. Nega uysizlar bilan gaplashyapsan? Necha marta aytishim kerak? Nega o'pishib turibsan? Akaxonlardan bo'ladi-da. U seni xitdadi-ku. Nima bo'pti? Endi shunaqada? U esing joydami? U sendan qochish kerak. Sen politsiyachisan, u esa uysiz. Shunchaki tanishmanda. Qanaqasiga sen? O'zing bilasan. Yuvinib kel, tushundingmi? Bu nima deganing? Qo'ysang-chi. Nega ularni yonida quchoqlayapsan? Quchoqlama meni. Xizmatdaman-ku axir. Mendan uyalyapsanmi, og'ayni? Uyalayotganim yo'q. Bo'ldi, joylashtiringlar uni. Mashina qani? Qayoqqa ketayotganding? Patrul, so'nggi buyruq. Xo'sh, tayyormisan? Ha, Choy ichasanmi? tomog'imdan o'tmaydi. Juda ham xavotirdaman. Albatta xavotirlanasan-da. Shunday bo'lishi ham kerak. Ahmoqlik qilib qo'yasan sen. Og'zingni yop. Uzmedia.tv saytida premyera. Olmani tagiga olma tushadi. Bir paytlar otamiz shaxsan Hunayevga hamrohlik qilgan. Bugun esa men Toqayevga hamrohman. Shunday ekan, bu faxriy yorliqni olib tashlashingga to'g'ri keladi. Chetroq qolib qo'y, yaqinda bu yerda meni prezident bilan rasmim bo'ladi. Aqlbek, nima deb o'ylaysan? Prezident mas'uliyatsiz odamlarga qanday munosabatda? Tushunmadim. Nechida uni kutib olishing kerak edi? 10dami? Ha? Hozir 10dan 5 daqiqa o'tdi.
Ochmaysanmi? Aql? Taksiga puling bormi? Bor ey. Dada. Tirik bo'lganingizda bormi? Katta o'g'lingiz shaxsan prezident bilan uchrashayotganini ko'rardingiz. O'z ko'zlaringiz bilan qanday ahmoqlik qilib, sharmanda bo'lib, kortejni dabdalasini chiqarishini ko'rardingiz. Men bilaman-ku, men biladigan aql bo'lsa, shunday qiladi. Shunaqangi kulgili bo'ladiki, Hamma tayyormi? Asosiysi ahmoqlik qilmang. Telefonimni ko'rdingmi? qo'lingda emasmi? Bo'ldi, boryapman. Ko'rdingizmi, dada? Yurt uchun qo'rqinchli bu, dada. Oilamiz uchun qo'rqinchli. Qo'l ostidagi jamoa uchun qo'rqinchli. Ketdi, og'zi sasib. Hamma yoqni sasib ketdi. Menga turmush qurayotganingizni farqi yo'q. Har kuni odamlar oila qurishadi. Nima qilibdi? Yedil, kelishyapti. Kelishyaptimi? Qani kelishgan og'ayni? Tez o'tib ketishdi. Sezmay qolding xolos. Qanaqasiga? Bu darajada ahmoq emasman oxir. Ana şef kelyapti. Endi esa asosiy yangiliklarga o'tamiz. Mamlakat prezidenti Abay viloyati Semey shahriga xizmat tashrifini amalga oshiradi. Tashrif yuzasidan prezident tushma. Ketamiz bo'ldi. Salomatlik tilayman, janob general. Aqlbek, nega kech qolyapsan? Prezident shu yerda-ku. Aybdorman, janob general. Mayli, hal qilamiz. Buyruq kelishi bilan jamoangga yurishga buyruq ber. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, qalay bo'ldi? Qanday kutib oldingiz? Juda zo'r. Hatto prezident bilan gaplasha oldim. Yo'q, nima dedi? Og'zing sasiyapti. Nima shunaqa dedimi? Men aytyapman, og'zing sasiyapti. Uzoqroq o'tir. Kechirasiz, erta uyg'onsam ham ulgurmadim. Bo'ldi, buyruq ber. Hammani diqqatiga, yuramiz. 208-bort, yo'lni och. Beks, nima bo'lyapti? O't olmayapti. O't olmayapti deganing nimasi? Yoqilg'i quyganmiding? Aytganimdek 95 dan Prime Geliusdan qo'yganmiding? Ha. Benzinmi? Dizel. Dizel? Chinnimisan, benzinda yuradi-yu, qanaqa dizel? Tejamoqchi bo'lgandim. Qanaqa tejash? Dizel benzindan qimmat-ku, ahmoq. Daf bo'l. Hozir Ilyas. Og'ayni shoshma. Qayoqqa og'ayni? Ilyas. Bo'la qol bo'lsang-chi, o't ol. Kortej yo'lga chiqdi. Hamma ogoh bo'lsin. Qaytaraman, kortej yo'lga chiqdi. Hamma ogoh tursin. To'xtayapman. Assalomu alaykum, shef. Shunchaki o't olmayapti, bratan. Bu seni bratan dedimi? Buni birinchi ko'rishim. Hal qilamiz, janob general. 200 metr oldinda sun'iy notekislik bor. Ehtiyot bo'ling. Diqqat, men vertolyotdan kuzatyapman. Yo'l toza, xavotirga o'rin yo'q. Birinchi eshityapsizmi? Yedil, menimchular kelishyapti. Voy saychi og'ayni. Yedil, tezroq bo'l. Kelishyapti. Chap tomonda patrul xizmatchisi bor. 50 metr narida nimadir qilyapti. Yedil, maraz. Yedil, eshak. Butun umr siyolmay o't, Yedil. 200 metrda notekislik bor. Ehtiyot bo'ling.
Diqqat, 100 metrda 90 gradus qayrilish bor. O'tib ketishyapti, Yedil. O'tib ketishyapti. Nima u siyaptimi? Unday emas. Ko'ryapman-ku u siyapti. Suv sug'oryapti shekilli. Chang bo'lganiga ko'rinmayapti. Maraz. Kim maraz? Men marazmanmi? Yo, sizga aytmadim. Siyayotganga aytdim. Siyatgan ekan-ku. Aybdorman, janob general. Voy, ana uni qara. Nima bu? Yana to'y korteji kelyapti-a? Voy, voy. Ha, jiplar, geliklar. Aha. Qara, butun yo'lni yopib qo'yishyapti. Bu qozoqcha maqtanishlarning nima keragi bor? Yigitlar, butun yo'lni yopishning nima keragi bor? Qarama qarshi yo'lga chiqyapsan. Biznikilarni ham yollashibdi. Zudlik bilan qaranglar. Kortejni kim to'xtatyapti? Aqilbek, Zudlik bilan chora ko'ringlar. Qabul. Urib ketaveramiz. Achinmaymiz unga. Kortej, gelik, politsiya hamkorligi, vertolyot. Yana nima kerak? Butunlay haddilardan oshishibdi. O'zim Serik, bu prezident korteji. Serik, kortejni o'tkazib yubor. Serik. Mana, Tikonlari buncha kichkina bo'lmasa. menda hamma narsa kichkina-ku. Bo'ldi, qoch. Oltinim Serik, sen meni o'ldirasan. Jonim o'ldirasan. Serik bo'ldi qil. Qara, karnaylarim olishibdi. Nimadir deb baqirishyapti vijdonsizlar. Eshityapsanmi? Polik, eshityapsanmi? Ay Serik, bu to'y korteji emas ekan. Bu nima deganing? Qara, bu to'y korteji emas ekan. Voy, Polik, qayoqqa? Qoch! Polik! Otmanglar! Bu bizni xodimimiz, otmanglar! Otmanglar! Shef, bu nima, to'y kortejimi? Nimalar bo'lyapti? Shef, sochingiz oqarib ketibdimi? Serik, o'ldiraman seni! Qahva. Sizni shef kutyapti. Uxlab qolibman, kechirasiz. Shefmi? Aqilbek, avval aytganimdek, bu yerga mamlakat prezidenti keladi. To'liq jamoa kuchaytirilgan rejimda ishlash kerak bo'ladi. Tushundingmi? Boshing bilan javob berasan. Kortejni Bayg'aziga ishonmoqchi edim, lekin kasal bo'lib qoldi. Shuning uchun Aqilbek, politsiya boshqarmasi boshlig'i sifatida kortejga hamrohlik qilasan. Meni? Imkonim yo'q. Shu kunlarda kasalxonaga yotaman. Qaysi kunlarda? Senga qachon kelishini aytmadim-ku. Aybdorman, janob general. Aqilbek, bu buyruq. Xuddi shunday. Ha, yana markaziy apparatdan ma'lumot kelib tushdi. Prezident kelishidan bir necha kun oldin bu yerga ichki ishlar vaziri ham keladi. Rahmat. Shuning uchun barchasini muammosiz tashkillashtir. Tushunarlimi? Xo'p, Aytgancha, senga shaxsiy savolim bor. Faqat kabinetda emas. Yur chiqaylik. Vazir bilan tanishmisan o'zi? yo'q, u yaxshi odam deyishadi. Endi tanishib olasan. Har ehtimolga qarshi tayyorlanib qo'yishing kerak. Chunki qachon kelishini bilmaymiz. Ha, doim shunday deyishadi. Keyin hatto kelmaydi ham. Ey, nima chek o'tiribsanmi? Unday emas, janob polkovnik. Familiyang, Umarov. sen bilan keyin gaplashaman. Chiqlaring bu yerdan. Xuddi shunday. To'nkalar. Bir gap aytaman, faqat oramizda qolsin, Aqilbek. Hech kimga aytma. Xullas, meni prostatitim, meni emas, do'stimda bor. Xotinim shikoyat qilyapti. Ya'ni men emas, uni xotini, uniki shikoyat qilyapti. Seni yoningga kelishni aytishdi. Qo'ysangizchi, menda prostatit yo'q. Gemoroy borasida yordam berishi mumkin. Ya'ni menda emas, do'stimda gemoroy. Meni gemoroyim yo'q. Ya'ni menda emas, do'stimda yo'q. Prostatit bezovta qilyapti. Do'stimni bezovta qilyapti. Prostatitni davolasa bo'ladi-ku. Lekin gemoroy meni qiynab yubordi. Meni emas, do'stimni. Mayli. Nima gap? Mana tepyapman. Ba'zidan topib qo'ng'iroq qilyapman, lekin haydovchi yo'q. Hammasini rasmiylashtir, xo'pmi? Xo'p, mana raqamini yozib oldim. Bo'pti, hammasini rasmiylashtir. Tushundim.
Bu nega turibdi? Ha? Nima bu? Ana u yerda belgi turganini bilasanmi? Nima? Surtmaqini rasmiylashtir. Tushlik olib keluvdim. Shef, aniq yozaymi? Qonunning oldida hamma bir, hammasini rasmiylashtir. Qani tekshiraman. Og'ayni, xafa bo'lma. Eshitdingmi? Tekshiraman. Xo'p, bo'ladi. Nima qilib turibsan? Raqamni uryapman. Nega urasan? Raqamni rasmiylashtirib haydovchini chaqir. Xo'p. Alo? Qalaysan? Menga qara. Odam o'tiribdi-ku. Xo'p. Raqamini olib rasmiylashtir. Qayerdasizlar? Assalomu alaykum. Serjant Qambarov, hujjatingizni ko'rsam bo'ladimi? Tushunaman. Belgi turibdi. Mashinani qo'yish mumkin emas. Ma'zur tuting. Iltimos rasmiylashtirib, keyin qo'yib yuboring. To'qayev Sanjar Madiyevich. Familiya jiddiy-ku, a? Mobodo Ostonadagi vazirlikning ro'parasidagi binoda birorta qarindoshingiz ishlamaydimi? Ishlasa nima bo'pti? Yo'q, men jiddiy so'rayapman. Buni nima aloqasi bor? Qoidani buzgan bo'lsam, rasmiylashtiring bo'ldi. Keyin qo'yib yuboring. Hozir. Bir daqiqa. Meni planshetim biroz ho'l bo'lib qolganda. Hozir, bir daqiqa aka. Serjant Bahurjanov, mashinani noto'g'ri joyga qo'ygansiz. Bu yerda belgi turibdi. Ha, bilaman. Hamkasbingiz hammasini tushuntirdi. Shunchaki juda ham shoshilyapman. Tezroq rasmiylashtiring. Stol tennis bo'yicha chempionatga borishim kerak. Stol tennisga qiziqasizmi? Xuddi prezident kabi. Kulgili emas. Qo'shilaman, kulgili emas. Men hozir kelaman. Hozir, bir soniya. All right, James. How's it going? Yeah, I'm good. Thank you. Is Antoine in it? Yep, thank you. Ça va, Antoine? Pourquoi ai-je simplement accepté de travailler? Car du Dumont? Ni hao, Jiangding, Jiangmen, Pianchu, Jiangmen, Pianchu. Okay. Okay. Bye. Uzr so'rayman. Iltimos qilaman. Yaxshilik qilib, tezroq rasmiylashtiring va qo'yib yuboring. Juda ham kech qolyapman. Bir soniya. Nima gap? Nima gap? Rasmiylashtirishimizni so'rayapti-ku. Diplomat ekanmi? Ha, diplomat. Yana u inglizchada, fransuzchada va xitoychada gaplashyapti. Xuddi prezident kabimi? Xuddi prezidentdek. Kim yozadi? Unda kim yozadi? Bilmadim. Kimga achimaymiz? Nega rasmiylashtirmayapsiz? Rasmiylashtirdingizmi? Bu telbaga achimaymiz-ku. Bo'pti, shu telbaga yozdira qolaylik. Serik, sen rostdan ham telbamisan? Nega darrov jarima yozasan? Profilaktika qilsak, tushuntirsak bo'lardi-ku. Hech bo'lmasa gaplashish kerak. Belgi borligini qayerdan bilsan? Balki bu yerlik emasdir, balki qayerdandir kelgandir. Masalan, Ostonadan. Odamni sharoitidan kelib chiqish kerak-ku. Men nima noto'g'ri qildim, shef? Odam qoidani buzdi. Men hatto o'z hamkasblarimni ham rasmiylashtirdim. To'g'rimi? Plyajda yotibsanmi sen? O'zingiz qonun oldida hamma bir degansiz-ku, to'g'rimi? Albatta, qonun oldida hamma teng. Bo'ldida nimaga siqilasiz? Siqilayotganim yo'q. Qo'lingiz qaltiryapti. Bo'pti. Ma, protokolni olginda. Yeb yubor. Oljas. Xo'p. Xullas, protokolni olginda. Salomatlik tilayman, shef. Shovqin ko'tarma. Kechirasiz. Ma'zur tuting, shef. Aytgan odamingizni tekshirdik. Hech qanaqa qarindosh emas. Shunchaki familiyasi bir xil ekan. Aniqmi? Aniq. Qanaqadir aktyor ekan. Sanjar Madiyevich. Sanjar Madiyevich? Ha, Taniysanmi? Sanjar. Yo'q, aktyor. Aniq aktyormi? Nima, uni tanimaysizmi? Yo'q. Ko'rmaganmisiz? Aktyor-ku. Uyatsiz kinolarda chiqadi. Rostdanmi? Men unaqa kinolarni ko'rmayman. Shef, kinosi boshlanganida bu yoqdan bu yoqqa yuradi-da. Qanaqadir mashinalarning reklamasi chiqadi-da. O'tkazib yuborishni bossangiz, keyin u kiyimlarini haligiday. Og'zingni yop yedil. Nima dedim? Mayli, shef. E'tibor qilmang. Xo'sh, protokolni nima qiladigan bo'ldik? Nima qilarding? To'lasin jarimani. Kimni qarindosh ekani muhim emas. Qonun oldida hamma bir. Mana, yigitlar, Serikdan o'rganinglar. Barakalla, Serik. Ana, endi ishga tushamiz. Yaqinda prezident kelar ekan. Unga hamroh bo'lish kerak. Men kortejga javobgarman. Zo'r-ku.
Koyil. Siz ikkovingiz. Medet, Yedil. Xo'p bo'ladi. Ha, Bex, Ilyas. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Va albatta Serik. O'ljas. Gap yo'q. Ha, xullas yigitlar. Hammangiz yig'ilinglar-da. Bu shahardan daf bo'linglar. Orol dengizdek yo'qolib ketinglar. Umuman g'oyib bo'ling. Sizlarga hatto atgul beraman. Qanaqa atkul? Bizga atkulni nima kerak bor, shef? Voy, shoshma. Qanaqa atgul degani nima, shef? Iye, unga nima qildi? Unaqa aqlli so'zlarni ishlatmang, shef. Miyasi qiynalib ko'tara olmaydi. Mana ko'ryapsizmi? Sizlar ahmoqsiz. 100% ertaga kortej kelsa, mana bularni mashinasi o't olmaydi. Mana shu eshak trassada siyib turgan bo'ladi. Serik prezident kortejini to'xtatmoqchi bo'ladi. Qayerdan bunaqa narsalarni tasavvur qilyapsiz? Sezyapman, tushunyapsanmi? His qilyapman. Shunday ekan hammangiz ozodsiz. Ozodsiz deganingiz nimasi, shef? Umuman olganda, prezident kortejiga hamrohlik qilish har bir xodimning orzusi. Meni orzuim esa hammasi salla qo'tishi. Meni tushunyapsanmi, Oljas? Endi bu yerdan daf bo'ling. Hammangiz ozodsiz. Ovozingni o'chir. Shu xafa bo'ladigan narsami? Ha, kortejga bizni qo'yishmayapti. Nima ham qilardik? Nega menga gapiryapsan? Mana shef. Serik, kino o'ynamagin. Hammasi tushunarli. Xullas daf bo'linglar. Hammangiz ozodsiz. Mayli, bo'pti. Ha, aytgancha. Serik, sen shoshma. Bo'ldimi? Faqat Serikmi? Ha, daf bo'linglar. Biz uchun ham nimadir dey. Bo'pti unda. Nima gap, shef? Mana bu hujjatlarni ol. Kotibamga berib qo'y. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. O'zingizcha odamni qiziqtirmoqchi bo'lasizmi, ey? Men qara, og'zingga qarab gapir. Daf bo'l bu yerdan. O'qimishli odamni gapirayotgan gapini qara. Nima bo'ldi sizlarga? Hasad yomon narsa. Kechirasiz, shef. Ey, hasad yomon narsaligini bilasizmi? Odamga yomon alam qilar ekan. Shuncha yil birga ishladik. Eng kerakli vaziyatda halal bermang deyishinichi? Qanaqasiga? Prezident kortejida ishlash har bir xodimning orzusiligini biladimi u? Albatta. Bu bizni imkonimiz edi. Tasavvur qil, biz prezident kortejiga hamrohlik qilardik. Yigitlar, buni tepadan birortasi ko'rganida edi. Bo'ldi. Darrov ishga chaqirib olishardi. Ostonagami, bilmadim, kattaroq joyga. U o'zgaribdi, yigitlar. Boshqarma boshlig'i bo'lib, boshqa odamga aylandi. Olmaotada unaqa emasdi. Bo'ldi. Shef deb yaqin olmaymiz. Ism familiyasi bilan chaqirish kerak. Ha, Bu qari takani balki antikorrupsiyaga topshirib yuborarmiz. O'sha yerda adabini berishadi. bu nima degani Yedil? Yoki harbiy nazoratgami? Voy, Shunchalik darajadamisan? Yedil, Qoyil qoldim senga. men majoziy ma'noda aytdim xolos. Lekin bunchalik darajada emas har holda. Ey, bu yerda nima qilyapsan? Shef, buyrug'ingiz bo'yicha mana maket olib keldim. Zo'r-ku. Shef, menimcha bu ichki ishlar vaziri, to'g'rimi? Ha, Uni maketini nima qilasiz? doim tunkalar bilan gaplashaman-ku axir. Tuzukroq odamlar bilan gaplashmoqchiman. Yaqinda keladi. Shuning uchun tayyorlanyapman, o'rganyapman. Men bilan gaplashing. To'pa-tuzuk odamman. Ey, daf bo'l bu yerdan. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha, hech kimga indama. Xo'p. Xo'sh, qanday uchib keldingiz? Hammasi joyidami? Xo'sh. Choy yoki qahva? Konyak olib kelaymi? Ish orasida konyak ichishga nimadir-kina? Mayli, sizga shaxsan o'zim choy damlayman. Xo'pmi? Bo'ldi, hozir olib kelaman. Assalomu alaykum. Salom. 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 Balkonik qaysi xonada bilasizmi? Qaysi edi? 200 midi, 300 midi, 314-xona bilib oldim. Salom. Salom yigitlar. Salom. 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 Salom deyapman yigitlar. Salom. Nega bunaqa holingiz yo'q? Qani ketdik. Sen va sen. Maylimi men ham? Mayli, sen ham. 6 ga 1. Bittadan kellaring.
Yo'q. Yo, bu nima deganingiz? Axir biz xizmatdamiz-ku. Biz ham yuragingizni tekshirib ko'rmoqchiman. Qani ketdik. Yo'q. Bizni tekshirish kerak emas ekan. Biz axir kimsizlar? Ko'pakmiz-ku. Kimsiz? Ko'pakmiz. Yo'q. Ha. Asosiysi tan oldingiz-ku, to'g'rimi? Allaqachon. Kimdir bir gapira chiqadimi men bilan? Yo'q. Yo'q. Men chiqaman. Rostdan sen chiqasanmi? Albatta. Men bilan bir gapirma. Albatta. Ko'rdingmi? Ha, barakalla. Qoyil. Katta rahmat aka. Ke men birga bir chiqaman. Yur, ketdik. Ha, bunaqa birga birma. Yo'q. Nima bo'ldi? Men shaharda yo'qman. Sen shunchalik darajadagi ko'pakmisan? Hammangiz shunaqamisiz? Hoy, unutmang yigitlar. Biz 007 bortmiz. Biz bu shaharda birinchimiz. Tushunarlimi? Ha, albatta. Men sizni muxlisizman. Yo'q. Mushber deyapman. Bu nimasi? Bo'pti. Vagoningni taqib ol. Formani uyaltirma. Birga bir nima degani o'zi? Bo'ldi endi kech. Tur joyingga. Rostdan ham pagoning qani? Siri sochlarim kelgandi. Ular uchun mayyorman-ku. Eshak. Asosiysi, meni tushundingiz-ku, to'g'rimi? Prezidentga hamrohlik qilish uchun sizga o'xshagan eng zo'r xodimlar kerak. Xuddi shunday, polkovnik. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Janob polkovnik, murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. Siz bilan Olmaotadan kelgan xodimlar bor-ku. Ana ko'ppaklarmi? Nima demoqchi eding? Bo'ldi, javob berdingiz. Ruxsat eting. Bo'ldi, boravering. Xo'p bo'ladi. Ko'rdingizmi, janob general? Prezidentga hamrohlik qilish uchun eng zo'r xodimlarni yollaymiz. Nima? Surtmaxina? Men bilan bunaqa hazillashmasa kerak. Shef bizni kimga almashtirganini endi tushundim. Bilasanmi, lekin xafa bo'lish kerak emas. Nima bo'pti? Hazillashyapsanmi? Yigitlar, hammangiz hazillashyapsizmi? 10 yil ishladik-ku axir. Bu nimasi? Qancha yo'lni bosib o'tdik. O'sha shef umuman daf bo'lsin. Unutmang, YPXning boshlig'i general ham bor. O'sha bizni ko'radi. Shunchaki natijaga ishlash kerak. Ha, Keling, isbotlaymiz. Nolishni bas qilamiz. bo'pti. Jon berib ishlab, o'sha kortejda ishtirok etamiz. To'g'ri. Ishlaymiz, bo'ling, hamma ishga. To'g'ri. Ha, Ketdik. boramiz. Ishlaymiz. Xayrli kun, kapitan Umarov. Hujjatlaringizni ko'rsating. Assalomu alaykum, serjant Qambarov. Nogironlar belgisining tagida turibsan. 597-modda. Qizlar yo'q, bu oilaviy sauna. Bu ham qarindoshlarmi? Ha, haligi Nega yuzlarini berkitishyapti? Ha, yuz ochishtiga kelishganmi? Bu yerga kimlar kelishini ko'rdingmi? General, prokurorlar ham kelishadi. Mana bular ham, hatto bular ham kelishadi. Mana bular deganing nima? Muhim emas. Xullas, rejamiz bunday. Massaj saloniga kiramiz, o'rab olamiz. Bu yoqqa jurnalistlarni, blogerlarni, televideniyani chaqiramiz. Hammasi keladi. Shov-shuv ko'taramiz. Rezonans. Keyin shef aniq meni kortejga qo'yadi. Menicha. Sen ham xohlaysanmi? O'qayni albatta xohlayman-da. Bu nima deganing? O'zing bos bo'ldi. Ular umuman haddilardan oshib ketishdi. Mana bularni deb bizdan qo'rqishmayapti. Bir tinga ilishmayapti. Juda yaxshi himoyalanishgan ekan. Bu tizimni sindirish kerak. Bo'ldi, og'ayni. Hozir kiraman-da. Bitta massajchi qizni sen ustingdan orqaga aylantirib, Voy, massajchi qizni emas, tizimni sindirish kerak deyapman. sindirish deganingga aytyapman-da. Menga ko'rinyaptimi yoki rostdan ham raqamsiz yuribdimi? Raqamsiz? Honda Odyssey, o'ngga oling deyapman. Yana bizdan qochyapti-hammi? Hey. Seni qo'yaver, qochaversin. O'zingni bos. Nima, 007 bortidan kam joyimiz bormi? Ilyas, shoshma. Nima gap? Balki kerak emasdir. Kerak emas deganing nimasi? Kerak albatta. Prokurorlik-ku axir. Prokurormi, boshqasimi nima farqi bor? Mashinasini nogironlar belgisini tagiga qo'yib qo'ygan. Shuni aytaman-da, axir prokurorlikdan-ku. Unga mumkin. Mumkin emas, Beks. Mumkin emas. Qonun oldida hamma bir. Hazillashyapsanmi?
Xullas, hammasini tushundik. Bizga sabab kerak. Xo'p, Ularni qo'lga tushirish uchun. xo'p. Ma. Paypog'im yirtilgan deganding-ku. Kiymagan ekansan u. Nega kiymaganman? Qara, mana paypog'im. Shunchalik darajada yirtilganmidi? Nima bo'pti? Sen gapirishga til ochiz. Maqsadimizni tushundingmi? Ha, Ishqilib, ichki kiyiming tuzukroqmi? Yirtilmaganmi? Daf bola yedil. ichki kiyim kiyib kel deb aytmading-ku axir. Bo'ldi. Mana marhamat qo'l qo'ying. Men noroziman. O'zim men ham norozi edim. Men rozimisiz yo'qmi deb so'ramadim. Menga qara, komandir. Faqat iltimos, qo'rqitishga urinmang, xo'pmi? Nogironlar belgisini tagiga qo'yib qo'yibsiz. Prokuror sifatida bunga qanday qaraysiz? To'g'ri. Nega qo'yganimni ozgina surishtirmaysanmi? Prokuror bo'lganingiz uchunmi? Yo'q. Unda nega? Chunki u ikkinchi guruh nogironi ahmoqlar. Uni qandli diabeti bor. Shuning uchun o'sha yerga qo'yadi. Nima deb o'ylaysiz? Prokuror nogiron bo'lishi mumkin emasmi? Yaxshi. Ha. Qo'llaring buncha nozik bo'lmasa. Senga qo'shimcha pul to'layman. Sen esa ishni davom ettirasan. Xo'pmi? Ahmoq, davom ettir deyishingga seni. Assalomu alaykum akaxon. Yana qanaqa akaxon? Nega u yerga bordingiz o'zi? U rasmiy massaj saloni. Osteopatlar ishlashadi. Odamlar churradan davolanishadi. Siz o'ylagan narsa emas. Ahmoqlar. Ular bu shaharda tillaga teng. Siz esa dezinformatsiya bilan shug'ullanyapsiz. Dezinformatsiya degan nima, shef? Ey, sen o'ylamay qo'yaver. Mana qon oqishni boshladi darrov. Nima? Ahmoq. Mashinadan tush. Oynani och. Oynani och deyapman. Och deyapman oynani. Nima? Ustimdan kulyaptimi? Unda o'zingdan ko'r. Nima? Qani, tush. Tush. Bu nimasi? Qani qo'lingni ko'rsat. Ko'rsat qo'lingni. Chiq. Karmisan nima balo? Asirik. U kar va soqov. Ya'ni kar va soqov. Shef qayerdan bilibmiz? Fuqaro raqamsiz yurgandi. Oldida tranzit raqami turgandi. Belgisi ham bor. Orqasidagi tranzit raqami tushib qopti. Bo'lib turadi-ku. Oldiga o'tib qarasangiz bo'lmasmidi? Oynasini urib sindirishingiz shartmidi? Ikkita ahmoq. To'nkalar erkaklardan qo'shimcha xizmat so'rarmish. Mana bu ikkita ahmoq esa nogironni yozib berishdi. Ey, yaqinda meni ham nogiron qilasanlar. Xullas, bunaqasi ketmaydi. Sen ikkalang, Bex va Ilyas, xullas shahardan chiqib ketlaring. O'rmonga borib, qanaqadir joy topib, o'sha yerda yashang. Hech narsa qilmang. Sen esa, mana Medet aynan senga mos ish bor. Mana qanaqadir jurnalist qizni to'dalar o'ldirmoqchimi, otmoqchimi bo'lib yurgan ekan. Shu ishni olib, siz ham shahardan daq bo'ling. Qanaqadir maxfiy obyektni toping. Balki sizni ham otishar. Hech bo'lmasa bo'g'irsoq yeymiz osh bilan. Siz esa Serik va O'ljas. Siz hech narsa qilmang. Siz turavering. Patrul ham bo'lmaydi sizga. Semizsizlar-ku. Sizga harakat mumkin emas. Chaqirishsa boringlar, uysizlar bilan shug'ullaning. Qo'shnilar bilan ham shu sizning darajangiz, eng yuqori darajangiz. Agar yoqmasa yigitlar, arizangizni yozing. Hammangiz keting bu yerdan. Bo'ldi. Nimaga turibsiz? Dab bo'ling deyapman. Men qolaymi, shef? Ey, yo'qol. Kortejda ishlasharmish. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Assalomu alaykum yigitlar. Bor yo'qol, pulimiz yo'q. Yo'q, pul kerak emas. Iltimos bor. Qanaqa iltimos?
Xullas, men kecha uyga bormagandim. Xotinim esa mana bunaqa rosa shallaqa. To'g'risi, adabimni beradi yigitlar. Bahona qilishga yordam bering. Ajrashsam qiyin bo'ladi-da. Uka, sen psixologga bor. Biz qanday yordam bera olamiz? Masalan, men kechasi kimdir bilan urushgan. Siz kelib, meni mahkamaga olib ketgan bo'lasiz. Tuni bilan ushlagansiz. Telefonimni olib qo'ygansiz. Shuning uchun javob bermaganman. Jinnimisan? Hech qayering ko'karmagan-ku. Ishonmaydi u senga. Muammo shunda bo'lyapti-da. Meni 1-2 uring bo'ldi. Olam Guliston. Bor, biz fuqarolarni urmaymiz. Yo'q. Agar men sizlarga 150 ming tenge bersam-chi? Yaxshi. 150 ga ursa bo'ladi. Qayoqqa uray? Qorningami yoki bu yoqqami? Senga ko'kargan bo'lish kerak-a? Ha. Taxminan mana shu yerlariga ur. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Nega? Fuqarolarni urish menga emas. Xafa qiladigan gap aytsin. Qani, jahlimni chiqar. Gapir. Hop. Hozir. Ey, ko'pak. Voy, voy. Ha, yo'q. Nima? Serik doim shunday deydi-ku. O'rganib qolganman. Shunday gap aytginki, jahlim chiqib seni bir uray. Hozir. Ey, ado bo'lgan maxluq. Voy, voy. Yo'q, yana bo'lmadi. Nima? Shef shunaqa so'kadi-ku. Ha. Menga qara. Shunaqangi jahlimni chiqarginki seni bir uray. Qizishib ketay. Jahlimni chiqar bo'l. Og'ir biron narsa ayt. Onadan so'kib ko'rchi. Yo'q, bo'ladi. Hozir. Hozir bo'ldi, hozir. O, Anqu, bilasanmi sen badbasharasan. Sen eng landavur odamsan. Tushunyapsanmi? Nega politsiyada ishlayapsan, bilasanmi? Chunki senga guvohnoma berishgan. Guvohnomasiz sen hech kimsan. Sen eng dabdala molsan, sholsan. Tushunyapsanmi? Sen eng latta odamsan. Seni hatto uyatsiz kinolarga ham olishmaydi. Chunki ana uning kichkina, tushunyapsanmi? Seni kallang tanangdan katta. Sen niza toshbaqasan. Yo'q, shoshma. Ha, sen qurbaqasan. Og'ayni, nega qo'pollashasan? Og'ayni, to'xta. Nima, xafa bo'ldimi? Og'ayni. O, yigitlar, shoshmanglar. Kiringlar. O'zi qaysi urug'dansiz? Qiziq tuyulyapti. Qo'ng'irot. Qo'ng'irot? Ha. Men qo'ng'irot emasman. Demak mumkin. Deyishadi-ku. Qanaqa joy bu? Bu bizni bazamiz. Bu yerda guvohlarni qo'riqlaymiz. Yuqori lavozimli amaldorlarni. Ropparosi 2 yil oldin bir qizni qo'riqlagandik. 25 ta bezori ortidan kelgandi. Tasavvur qiling. Otishma bo'lganda, rosa otishgandik. Voy, og'ayni. Unday bo'lmagan-ku. Og'zingni yopsang-chi. Shunchaki Yedil o'shanda boshdan o'q yegandi. Haligacha xotirasini tiklagani yo'q. Aha, esladim. 2 kun ismalab yotgandim. Kiringlar. Og'zingni yopib yur. Nima bo'ldi senga? Oyog'im tagida o'ralashmay tur. Bu yotoqxona, yostiq, ko'rpa, hammasini olib kelganmiz. Hammasi joyida. Agar sovuq bo'lsa, yonimga keling. Men bilan yotasiz. Nima dedingiz? Yostiq va ko'rpa olib kelganmiz. Issiq bo'lish kerak deyapman. Tushunyapsizmi? Mayli. Lekin bu xonani o'ng tomonida inobatga olib qo'ying, men yalang'och yotaman. Qanaqa yalang'och? Qorin och. Qorningiz ochsa dedim. Qorningiz ochsa menga aytinglar. Hammasini tashkillashtiraman. Masalan, kechki ovqatga nima yeysiz? Steykmi, go'shtmi, menimi, dengiz mahsulotlarini, mevalarmi? Tushunmadim. Mevalarmi dedim. Yo'q, undan oldin nima dedingiz? Dengiz mahsulotlari? Mayli, muhim emas. Ozgina yetib bormadi. Nonushtaga sosiska va 2 ta tuxum bor. Men nonushta qilmayman. Bizni qahvaxonada nonushtalar 24 ga yetdi. Nima demoqchiligimni tushundingiz-a? Xo'sh. Menimcha bo'ldi. Yaxshi, mayli, hammasi tushunarli. Keling, quchoqlayman. Nega? Ishingizni o'rganib chiqdim. Siz uchun qattiq xavotirlanyapman. Siqilmang. Bo'pti. Bo'ldi, yetarli. Men ham rosa xavotirlanyapman. Oy, to'xta. Nima bo'pti? U xizmatda. Sen ham xizmatdasan-ku. Menga mumkin. Bo'ldi, yur. Yur. Og'ayni. Qani ustingizdagini yeching. Oyi, ular kim? Onangni ahmoq deb o'ylayotgan ayyoram aka. Rostdan ham ahmoqsiz-ku? Og'zingga qarab gapir. Albatta. Tushunarli narsa-ku. Menga qara, ko'p chalkashtirib yuborishmasin. Xuddi shunaqa. Albatta. Bo'ldi. Bajar. Bo'pti, mayli. Shef bilan gaplashib olay, qo'ng'iroq qilaman. Ishlaymiz. Bo'pti.
Qani ishlaymiz. Ur. Ur. Salomatlik tilayman, janob general. Aql. Qalaysan? Bir ikkita taxta sindirib ko'rasanmi? 9 dumaloq bilan shaxmat o'ynaymiz. Klassik. Gapni ham olasan-da. Mayli. Nimaga? Aytgan masalan bo'yicha shug'ullandingmi? Kortejga odam yig'dingmi? Ha, birinchi bortni o'rniga 7-chi bortning yigitlarini qo'ydim. Ikkinchi bortni yig'yapman. Yaxshi. Bo'pti, cho'zma. Vaqtimiz kam. Tekshiruv kelayotganini bilasan-ku. Vazirni o'zi tekshirgani kelyapti. Bilmadim. Formada bo'ladimi, yo'qmi? Balki sportivkada kelar. Hammasiga sen javobgarsan, tushundingmi? Muammo bo'lmasin. Boshing bilan javob berasan, xo'pmi? Hop, xuddi shunday. Nima gap? Hammasi joyidami? Yaxshi, hozir o'ziga keladi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. So'kinganing-ku mayli. Shunchaki bir gapingga xafa bo'lib qoldi-da. Kichkina deganim tegib ketdimi? Ya, unda shundoq ham kichkina. Shunchaki qurbaqa deding-ku. Shunga xafa bo'lib qoldi. Maktabda uni rosa qurbaqa deyishgan. Bolaligidagi jarohat. Voy, uzr, to'g'risi atay qilganim yo'q. Balki hech bo'lmasa sen meni urarsan. Ya, men 150 ga urmayman. Men 200 ga uraman. Mayli, 200 unda. Xo'p, bunday qilamiz. Menga qurbaqa deb so'kinishing shart emas. Qisqa bir og'iz so'z ayt. Shu yer o'zdami? Shu yerni o'zdami deysanmi? Kim bo'lsan shu yerdami deydigan. Kimlar bilan o'qiganimni bilasanmi? Qoralar bilan o'qiganman. Oqlar bilan o'qiganman. Qizillar bilan o'qiganman. To'damiz qanday nomlanishini bilasanmi? Rangli to'da. Xo'pmi? Xo'p, sizga raqam yuboraman. Juda soz. Hamma hujjatlarni imzoladingmi? Ha, albatta. Odamlaring nega yog' bosib ketgan? Semiz. Obro'yingiz nima bo'ladi? Bu yoqqa kel. Bu nimasi? Kuni bilan yeb yotasizlarmi? Qani, turgan joyingda salto ot. Ot olmasang haydayman. Ota oladimi? Hozir ko'rasiz-da. O, hamma xodimlarim shunaqa sportchi. Aqilbek, vaziyatdan yaxshi chiqasan-da. Bo'ldi, boringlar, ishlarni qilinglar. Ishlaymiz, yigitlar. Barakalla. Yaxshi ham seni olgan ekanman. Bundan boshqa hech narsa qila olmaysan-ku. Bo'pti, tezroq ketaylik, bo'lmasa shpagat ochtiradi. 069. Beryozka kafesiga oid vaziyatni bayon qiling. Nega qayta chaqiruv tushyapti? Qo'shimcha kuch qachon keladi? Chaqirdim. Ketdik. Uyat bo'ladi-ku. Odamlar qarab turibdi. Politsiya xodimimiz har holda nimadir qilish kerak. Xavotir olmasaylik. Axir ikkitamiz xolos-ku. Madad kuchlari kelyapti. Sen shoshmay tur. Bunaqa yurishda hech qachon kortejga tusha olmaymiz. Xayolingga ham keltirma. To'g'risini aytsam, kortejga qo'shilgim kelmay ham qoldi. Dabdala ekan, zerikali deyishdi. Voy, Polik. Ko'p gapirma. Ketdik. Nima keragi bor? Otishma bo'ladi. Kimnidir o'ldirish kerak. Kimni otasan? Qachon oxirgi marta otgansan? O'qing ham yo'q-ku. Haligi Qachon keladi madad kuchlari? hozir shoshmagin. Bo'l, tez qo'ng'iroq qil. Turan 52 aloqada. Yigitlar! Bo'ldi, kuningiz bitdi. Hozir bu yerga maxsus kuchlar keladi. Amon keladi. Sunqar keladi. Berkut keladimi? Keladi. Berkut ham keladi. Voy, ko'paklar. Qani birga bir chiqamiz. Erkakchasiga. Chiqma, atay qilyapti. Yo'q, chiqmayman. Kim chiqadi? Serik chiqadi. Bo'pti. Yo'q. Men ham chiqmayman. Unda kim chiqadi? Men kutib turibman. Men chiqaman. Erkakchasiga. Xitoylik Jason Statham kelibdi-ku. Qani Statham, bormeni yechib tayyorlan. Qaranglar yigitlar. Men uni hozir sindirib tashlayman. Voy, kalbosh, qani tezroq bo'l. Ko'paklar, borib aylanib keling. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Aminman. Bu nima qilganing? Rahmat og'ayni. Bu yoqqa kel.
Gapi yo'q, yigitlar. Rosa zo'r mushlashar ekansiz. Og'ayni, ayniqsa sen. Meni bu ishda suyagim qotgan. Shubham yo'q. Og'ayni, senga ham gap yo'q. Voy, ko'paklar. Keyingi safar shunaqa chaqiruv bo'lsa, darrov bizni chaqiring. Formani sharmanda qilmang. Mumkinmi? Katta rahmat. Shuncha ishdan keyin tushkunlikka tushib qolganingiz uchun vitamin kerak deb o'yladim. Juda yoqimli. Men bir narsani so'ramoqchi edim. Siz bir ko'rishda muhabbatga ishonasizmi? Avval ishonmasdim. Endi ishonaman. Men ham avval ishonmasdim. Hozir yuragim shunaqangi uryaptiki. Meniki kecha o'rgandi. Kecha Bekzod ismli yigitni yoqtirib qoldim. Uchuvchi. Mayli unda. Buni qayoqqa olib ketyapsiz? Sizga vitamin kerak degandingiz-ku. Unda vitamin ishing. Buni amakimga olgandim. U o'lim yoqasida kasalxonada yotibdi. Mayli, xayrli tun. Bir narsani bilib qo'ying. Muhabbat bo'lmasa, vitamin ham bo'lmaydi. Buni nima aloqasi bor? Shunchaki kerak bo'lib qoladi. Bo'pti. Mana bu uy. Aniq shumi? Aniq 100%. Shu yerga kelishgan. Politsiya shu yerga olib kelgan. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Assalomu alaykum yigitlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, kechagi uchun uzr. Borga qol. Nima, yana uyingda uxlamadingmi? Yo'q, pulimni olgani keldim. Yana qanaqa pul? Jinnimisan? Qanaqa deganingiz nimasi? Kecha menga kuch ishlatib, labimni yordingiz. Jinnimisan? O'zing kelding-ku. Ha, keldim. Yo'q, mana sizlar qaranglar. Menda isbot bor, video bor. Kim bo'psan shu yerdanmi deydigan? Yo, million tenge berasiz, yo internetda tarqalasiz. Yoki qo'yaymi? Nimalar deyapsan, ha? Urushimizni o'zing so'rading-ku. Ha, so'radim. Lekin qo'rg'amni sindiring demagandim u. Qachon sindirdik? Mana hozir. Voy, nimalar qilyapti bu? Yo'q, xudoyim, toming joydami seni? Nimalar qilyapsan? Xo'sh, million tenge berasizlarmi? Shunaqa nayrangmidi bu? Davlat xodimiga hujum qilishga 1 yildan 5 yilgacha berishlarini bilasanmi? Qachon hujum qildim? Hozir. Nima? Sizlar ham shunaqami sizlar? Ha. Shunaqami hali? Unda nega burnimni sindirdingiz? Qachon? Hozirni o'zida. Sen ham uni burnini sindirding. Oy, ukajon. Bu nayrangni o'zimiz o'ylab topganmiz. Kimni chuv tushirmoqchisan, ha? Shunaqami? Nega unda oyog'imni sindirdingiz? Oyog'ingni? Sen unga nima qilganingni bilasanmi? Shoshma. U seni ham burningni sindirdi-ku. Qachon? Mana hozir. Ikkita xodimga hujum qilish 5 yildan 20 yilgacha. Shunaqami? Nega unda yuzimni yorib tashladinglar? Ha, qoyil. Sen nega xodimga oyoq ko'tarding? Shoshma. Yigitlar, bo'ldi, kerak emas. Yigitlar, million tenge kerak emas. Kerak emas, yigitlar. Bo'ldi, tinchlaninglar. Oy, bo'ldi.
Sen doim ko'ppak bo'lgansan. O'zing ko'ppaksan, tushundingmi? Qurbaqa. O'zing qurbaqa, ovozingni o'chir. Bo'ldi, kerak emas. Senda kichkina. Undan ko'ra meni uring. Kasallar. Voy, bu yoqqa kel. Jiddiy jurnalistsan shekilli. Ana, ortingdan kelishdi. Obbo, endi nima qilamiz? Xavotir olma, hammasi joyida. Sen bolalaringni ol. Men ham o'zimnikini olaman. Ya'ni Yedilni. Keyin maxfiyxonaga boramiz. Qayerda u? Bo'ldi, men hamma narsalarni oldim. Qani, bittadan kiring. Bo'ling, tezroq. Bo'lsangchi og'ayni. Mana shunday. Bo'ldi og'ayni. Tobatga yopildi. Barakalla. Siz shu yerda qoldingiz shekilli, a? Ha? Nima bo'ldi? Bizni shu yerga olib kelish mumkin emasmidi? Biz qanaqadir omborda uxladik. Shuning uchun bir ko'shda qanaqadir uchuvchilarni sevmaslik kerak edi. Yedil, sen esa darhol jamoat tanla. Ketdik. Bo'ldi og'ayni. Kechagi jamoa bilan o'ynayman. PMS bilan. PSG. Ha, o'sha bilan. Rostdan ham hozir futbol o'ynamoqchimisiz? Jinoyatchilar qurol bilan yurishibdi-yu. Bu yoqqa kirishsa-chi? Kiraversin. Bizda 4 ta jo'stik bor. 2 ga bo'linib o'ynaymiz. To'g'rimi og'ayni? Nima? O'zingni bos. Hammasi joyida. Axir aytdim-ku, bu maxfiyxona. Bu xona haqida Yedil ikkimizdan boshqa hech kim bilmaydi. Bo'sh ekan. Bu yerda yaqinda bo'lishgan. Qayerdan bilasan? Choy issiq. Yana shakarsiz ichar ekan bular. Yo'limdan chiqqanda ularni ayamay yurdim. Rostdanmi? Ha, albatta. Senga forma juda yarashar ekan. Meni formasiz ko'rmabsan-da. Bolik, ratsiya qani? Eshitmayapsanmi? Chaqiruv bo'lyapti. Shoshmay tur, qiz bola bilan gaplashyapman. Bilasizmi, uni xotini va 3 ta bolasi bor. Yana Semeyga gonoriya kasalini olib kelgan. O'ljosh, shu rostmi? Yo'q, hazillashyapti. Meni hech qanaqa bolam yo'q. Gonoriyachi? Gonorey deyishini qara. Shunaqa hazillarni deb Semeyda hech qaysi qiz bilan tanisha olmadim. Bu hazil emas, haqiqat. Qo'ng'iroq qilaman. Daf bo'l. Ko'rdingmi, daf bo'l deyapti. 67 qabul qilindi. 5 daqiqada boramiz. 67 qabul qilindi. Hamma postlar diqqatiga. Qarag'ayzor 73 bo'yicha yo'lga otlaning. Muzokarachi keldi. Ortiqcha harakat qilmaymiz. G'aza, Ha, politsiya keldi. Gel. meni diqqat bilan eshiting. Uy to'liq o'rab olingan. Hech qayerga qocha olmaysiz. Taslim bo'lishingiz uchun 10 soniya beraman. Undan so'ng o't ochishga majbur bo'laman. Taslim bo'lib bo'pmiz. Iskouch yaramaslar. U nima dedi? Iskouch yaramas dedim. Eshityaptimi deyman? Menga qara. Bizga shunaqa dedimi? Ha, senlarga aytdim. Qanday qilib eshityapti? Ikkinchi ekipaj, vaziyat haqida xabar bering. Ikkinchi ekipaj, vaziyat haqida xabar bering. Nima gap? Asirlar xavfsizlikdami? Ha, xodimlarimiz o'sha yerda. Ularning aytishicha, asirlar xavfsizlikda ekan, maxfiy xonada. Qayerda u? Qanday qilib eshityapsan? Jonga tegding. Yo'qqa yur. Voy, kechir. Voy, ko'ppaklar. Nega yorqin kiyinib oldingiz? Bayrammi sizlarga? Madad kuch sifatida keldik. Qanaqa qo'shimcha kuch? Ana bolalar maydonchasi, o'sha yerda o'yna. Qo'shimcha kuchmish. Maza qilyapsanmi? Bolalar maydonchasiga borlaring dedim. Arg'imchoqdan yiqilishmasin.
2x o'lchamli zirhli nimchani qayerdan topaman? 3x ligini qayerdan topaman? Yo'qollaring bu yerdan. Rostdanmi? Ketdik. Azal tayyorlan. Hozir jang boshlanadi. Iloyim, ishing o'xshamasin. Gap bunday. Bizni Semey shahrida hech kim politsiyani Iskovich demaydi. Biz bunaqasini kechirmaymiz. Shunday ekan, o't ochavering. Rahbariyatning bundan xabari bor. Xuddi shunday. Qabul qilindi. Qabul qilindi. Hoziroq ishga kirishamiz. Qabul qilindi. Qabul qilindi. Ha, biz tayyormiz. Hamma guruhlar diqqatiga. Qayta sanoqni boshlayman. 3, 2, 1. Odoch, odoch, odoch. Kiramiz. Qani, kiramiz. Tezroq. Xonani egallaymiz. Sen chapga yur. Zudlik bilan. Qimirlama, politsiya. Qimirlama, politsiya. Xona toza. Orqa hovli toza. Taslim bo'linglar degandim-ku. Dema. Ikkinchisi yo formada ketdi, yoki bizni xodimlardan biri yalang'och. Yalang'och bo'lgani yaxshi. Barcha postlar diqqatiga. Jinoyatchilardan biri politsiya formasini kiyib olgan. Qo'lga olish rejasiga o'ting. Yurmang bilan. Diqqat, qo'lga olish rejasini e'lon qilaman. Sen qaysi yilda tug'ilgansan? 83-yilda. Lekin 74lar bilan yurardim. Burjing qanaqa unda? Sumbula. Meni dadam ham Sumbula. Yaxshi odam. Qaytaraman. Gumondor 1 kilometr radiusda, uzoqqa ketmagan. Politsiya xodimi kiyimini kiyib olgan. Hammani tekshiring. Eshitdingmi? Bittasi ketibdi. Yo'q, bechora. Mayli, joyi jannatda bo'lsin. Voy, ahmoq. Hayotdan ketmagan, qochgan. Darrov aytmaysanmi? Gedil. Bu kortejga qo'shilish uchun oxirgi imkonimiz. Ketdikmi? Do'stim uchun solim fido. Jonim. Bo'ldi, ketdik. Hoy, Alva. Avval aytganimdek, bu yerda xavfsizlikdasiz. Biz haqimizda maqola yozadigan bo'lsang, kim seni qutqarganini unutma. Kapitan Amonbayev Medit. Va Yedil. Familiyam nima edi, og'ayni? Familiyang uzun, Yedil. Ketdik. Yo'q. Og'ayni, Ha, kechir. shu narsani kechiraymi? Kechirasan-da. Kechiraman. Sen ham meni kechir. Kechirdim men ham. Qarag'ayzor hududidagi barcha postlar diqqatiga. Zudlik bilan madad kuchlari kerak. Jinoyatchi qochyapti. Uni qo'lga olish buyurilgan. Qaytaraman, qo'lga olish buyurilgan. Bex yonimizda-ku axir. Yur borib tutamiz. 208 qabul qildi. Payseri tushunmayapman. Bir bolalar maydonchasini qo'riqlaymiz, bir otlarni nima biz ko'ppaklarimizmi ularga? Shu gapni aytma, jahlimni chiqaryapti. U yerda nimalar bo'layotganini eshityapsanmi? Nima bo'pti? Katta ish bo'lyapti. Biz bormaymizmi? Borarmishmiz. Hozir yo'lga qaranglar deyshadi. Fuqarolar u tomonga o'tib ketmasliklari uchun. Hozir smena keladi. Keyin fuqarolarga qarashga boramiz. Bo'ldi. Shu eng yuqori darajamiz menimcha. Nima, men aybdormanmi? Hazillashyapmanmi senga? To'xtating darhol. Mana smena keldi. Qayoqqa ketib qoldingiz, yigitlar? Voy, to'xta. To'xta, otaman. Voy. Voy. Ishlamayapti. To'xta, otaman. Yedil, hech qachon uxlamaydi. Qani ketdik. Yur.
Buncha ko'ppak sizlar-a. Bor yo'qol. O'zing ko'ppaksan. Nima gap og'aynilar? Nima bo'ldi? Rossiyadan e'lon ber. Hamma postlar diqqatiga. Jinoyatchi shimoliy yo'nalish bo'ylab harakatlanyapti. Otda Ketdik. yoki janubdamikan. Xullas yigitlar, biz o'rmonda yo'qolib qoldik. Yo'q xudo. Bo'la qol og'ayni. Bo'l. Yana bir ko'ppak. Yordam ber undan ko'ra. Ular qochib ketib bo'lishdi. Yur deyapman. Yursangcha. Bu qanaqa hid bo'ldi? Seni mashinangmi? Ha, nimaga? Voy, ota qayoqqa? To'xta, qayoqqa? Chodirni nima qilding? to'xtasang-chi. Diqqat. Gumondor qora Mercedes avtomobilida qochib ketdi. Raqami 230 KLN. Voy, yigit. Nima qilyapsan? Politsiyani hurmat qilasanmi? Hurmat qilaman. Bo'lardi. Ha. Yo'qotsang, mototsikldan ayrilasan. Tushundim. Bo'ldi, unga yetib bora olmaymiz. Hammasi tamom. Qanaqasiga piyoda yetib olamiz? Mana bu mashinada yetamiz. Ketdik. O'tir. Birovni mashinasini olib ketish mumkinmi? Mumkin emas. O'tir. Oy, bu nimasi? Oy, qayoqqa? Barcha postlar diqqatiga. Qarag'ayzor atrofini yopamiz. Qaytaraman, Qarag'ayzor atrofini yopamiz. Ehtiyot bo'ling. Ana ular. Bo'l, ozgina. Bos. Ketyapman. Xodimlarimiz jinoyatchining orqasidagi BMW avtomobilida Semey Pavlodar trassasi tomon chiqib ketishyapti. Qaytaraman, bizni xodimlar BMW avtomobilida. Mana shunday. Ha! Sherik, bunday haydashni qayerda o'rgangansan? 27-chi qabul qilindi. Semey Pavlodar trassasining 69-kilometrini yopamiz. Qaytaraman. Jinoyatchi qora Mercedesda Semey Pavlodar trassasiga chiqib ketgan. Barcha yo'llar yopilsin. Xodimlarimiz qora BMWda ta'qib qilishyapti. Qaytaraman. Jinoyatchi qora Mercedesda Semey Pavlodar trassasiga chiqib ketgan. Nima deyishyapti? Mersini tutish kerakmi, BMWnimi? Kim bilsin? Qara, yana mashina kelyapti. Yo'lni yopaylik. Kimdir yo'limizni yopyapti. Beks bo'lsa kerak. Rossiyadan ayt, bu bizmiz. Bek va Ilyas, mashinani olinglar. Bunday qila olmaymiz. Jinoyatchilar kelishyapti. Voy eshaklar, biz kelyapmiz. Mashinani olinglar. Ha, jinoyatchilar sizlarmisiz? Jinoyatchi ketib bo'ldi. Oling mashinani. Baqiryapti. Unda tormozni bosing, shef. Sherik, tormozni bos. Ishlamayapti. Rulni bir. Oyjon!
7-kilometrda politsiya mashinasi va fuqaroning BMW mashinasi Yo'q, o'rtasida Xudo! halokat yuzaga keldi. Nima bo'ldi? Serik! Serik! Xudo! Xudoyim! Tez yordam! Serik! Tez yordam chaqiring! Ey xudo! Tez yordam! Tez yordamni chaqiring! Bo'lmasa, arslonlar. Senlarga nima deyishim kerak? Mana siz haqingizda kattagina maqola chiqqan. Butun respublika xabar topdi. Yedil Ha? eshakni o'lguncha urgan. Xo'sh, ya'ni qanday bo'ladi? Eshakni urdi. Mana bu Medet otni o'ldirdi. Otni o'ldirganing yetmagandek, jurnalistga xushomad qilgansan. Hammasini joylabdi. Mana bu ikkitasi esa o'zlari urishgan. Nomlariga ariza tushmasligi uchun. Lekin senlarda kamera bor edi. Hammasi yozilgan bo'lgan. O'zi urishingizni so'ragan bo'lgan. Mana bu ikkita semiz qanaqasiga tirik qoldingiz? Patrul mashinasini urdingiz. Qaro mashinasi ham urilgan. Senlarni bir joying ham tilinmagan. Xudo asrab qoladi senlarni. Men hech narsani bilmayman. O'zingiz hammasini to'g'rilaysiz. Meni hozir politsiya departamenti raisi chaqiryapti. Xo'sh, ularga nima deyman? Menga aytinglar-chi, sizlarni nima qilay? Qani gapiring. Shef, bizni kechiring iltimos. Bu boshqa qaytarilmaydi, shef. Albatta qaytarilmaydi-da. Yedil. Sizlarni kechiraman. Chunki hammangiz haydaldingiz. Qanaqasiga? Arizangizni yozing. Shef, sizga aytadigan gapimiz... Og'zingni yop, ahmoq. Hammasi tugadimi? Tugagan ko'rinadi. Xudo. Haydani poylab haydadi. Tamam. Nimadir yemaymizmi? Bizni haydashdi. Ovqat o'tadimi? Qornim ochib ketdi-da. Qo'rqib turam o'rnimdan, qo'rqib yotib. To'lqin ketib baraday, to'lqindatib. Bari kelib to'g'isib yuragimni. Жағалауын тегеді солғылдатып. Жарығым ай, томан торлап жүзіңе қалғаным ай. Деуші еді ғой жалғыздың жарық құдай. Неге таси береді қаным одай. Жарығым ай. Mayli, bo'pti. Bekordan bekorga haydab yuborishdi. Ammo voy sassiq. Sen menga litr qarz eding, lekin kam olib kelibsan. Akaxon. Qalaysan, akaxon? Xo'sh, qaytdikmi? Ha, ketdik. Shoshmanglar. Bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. Axir bu ichki ishlar vazirining xuddi o'zi-ku. Rostdanam? Voy Yedil. Ha, Kim bu? uysiz akaxon bu. Uysiz emas, ichki ishlar vaziri. Bu yoqqa kel. Ichki ishlar vaziri uysiz bo'lib qoldimi? Bu yoqqa kel deyapman. Nimaga? Qara. Voy! Oltiga bir chiqasanlarmi? Uyat. Birga bir chiqaylik. Qisqasi, menda g'oya bor, yigitlar. Qanaqa? Boshidan qaytaramiz. Xo'p. Sen katta odamsan. Yedil seni qarindoshing. Qanaqa Yedil? Sassiq. Men Qarindosh. Qarindosh. Jiyaning, sen uni amakisisan. Kirasan-da, bizni shefimizga bosim o'tkazasan. Qanday bosim o'tkazasan? Sen meni qarindoshimga unday qilish kerak emas. Ofitserga o'xsha. Shunchaki xotirjam bosim o'tkaz. U qo'rqadi, biz buni ko'ramiz.
va boshlig'imizni himoya qilishni boshlaymiz. U buni qadrlaydi. Ertaga esa biz kortejga hamroh bo'lamiz. Senda esa hammasi yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa yana 50 ming tenge beramiz. Tushundingmi? Xuddi shunday. Esingda qoldimi? Xuddi shunday. Yo esingda qolmadimi? Xuddi shunday. Amallaymiz. Bora qol. Xuddi shunday. Shef, bu yerda biz hammamiz ariza yozdik. Sizga qo'l qo'yish qoldi xolos. Ber bu yoqqa. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Ahmoqlar. Yedili yozgani ko'rinib turibdi. Bitta gapda 5 ta xato. Janob general. Tekstlan. Ma'zur tuting, janob general. Yigitlarim sizni tanimay qoldi shekilli. Yigitlar qarshingizdagi ichki ishlar Vaziri, bilamiz, ko'rib bo'ldik. Ko'rishman bo'ldik. Buni ustiga meni amakim-ku. Jigarim-ku. Qarindoshimiz, qarindosh. Akaxon-ku bu. qanaqasiga amaking? Shunaqasiga. O'zingning isming nima? Nima? Surtmaqana, isming nima dedim. Ma'zur tuting, janob general. Bunday deysiz deb o'ylamabman. Aqlbek meni ismim janob general. Eslab qolish qiyin ekan. Seni shunchaki erkak deb chaqiraman. Erkak, bo'ladimi? Xuddi shunday janob general. Ish joyida ichasanmi? Aslo janob general. Bu juda yomon. Meni hech kim kelayotgandir. Janob general, balki keyingi safardir. Kim bo'l? Men generalmanmi? Yo uysizmi? Men generalman. Yugur. Hozir olib kelaman. Sen uysizsan. Qanaqa general? Hozir qamab qo'yamiz. O'zingdan ko'rasan. O'zingdan qo'shma, tushunarlimi? Asosiysi u ishondi-ku. Janob general. Siz bunaqa aro ichasizmi? Mabodo bu samopal emasmi? Aslo yo'q janob general. U yo'lagida og'aynilar bilan ichib o'lib qolishimizga ozgina qoldi. Keyin bilsak samopaldan ekan. Og'aynilar bilan? Og'aynim general bo'la olmaydimi? Yo general og'aynim bo'lmaydimi? Aslo yo'q janob general. Qadah so'zi. Qishda isinadigan joy bo'lsin, yozda yuvinadigan joy bo'lsin. Kuzda silga chalinmaylik, bahorgacha omon chiqaylik. Mana bu qadah so'zi. Laganbardorlik qilma, oldik. Menga qara og'ayni. 1000 tenga bormi? Non olmoqchi edim. Xudo haqqi. Qarindoshida endi shunga uryapti. Akaxonimda. O'zim bilaman. 1000 tenga hozir kerakmi? Bu hazil edi. Qani oldik. Gazakka bir kaptar bo'lganda edim. Zo'r bo'lardi-da. Gazak? Hozir. Voy ahmoq, qanaqa kaptar? Nimalar deyapsan, ha? Safsata sotma. Hozir qo'lga tushamiz. Ozgina qoldi. Pul qani? Qanaqa pul? Pul birozdan keyin bo'ladi. Pul bo'lmasa men ham yo'qman. Men erkin kaptarman. Qanaqa kaptarsan? Men ozod kaptarman. Bor, uni orqaga qaytar. O'zim bilaman. Bor, qaytsin orqaga. General qani? U haligi hojatxonaga ketdi. Nima, kaptar tutib keldingizmi? Albatta yigitlar, axir bu vazir-ku. Bizda buyruq muhokama qilinmaydi. Xo'sh, bo'pti, kabutar bu yerda tursin. Har ehtimolga qarshi maketni olib qo'yay. Hech narsa o'xshamaydi. O'xshaydi. Xavotir olma. Unga yoz tezroq. Yoz. Tezroq orqaga qaytarsin. Tezroq de. Unga tushuntirsin. O'zini yaxshi tutsin, ahmoq. Yigitlar, bir narsani o'ylab qoldim. Nima bo'lsa ham, vazir odam-ku. Dasturxon tuzagandim, tayyorladim, mashq qildim. Balki siz chiqib turarsiz, ha? Yedilni amakisigu har holda. Nega ish joyida emassiz? Xalq kutyapti. Hamma kabinetiga. Yedil eplolmaydi-yu. Janob general, sizga gazak olib keldim. Ish joyida ishyapsizmi? Aslo yo'q. Bu nima maynavozchilik? Janob, Bu nima tartibsizlik?
Nazorat o'tkazish punktida hech kim test bermayapti. Hech kim axborot bermayapti. Bu nimasi? Bog'chami bu? Janob general, men siz uchun Jim bo'ling. Xavfsizlik xizmati va YPX boshlig'ini chaqiring. Janob polkovnik, janob generalga murojaat etishga ruxsat eting. ruxsat etmayman. Gapir, eshitaman. Yo'q, mana tushunyaptilar. Unda kelinglar, uzoqdan kelgan odam bizni ham eshitsin. Nima bo'pti? Tekshirish uchun kelgansiz-ku axir. Ha? Serik. Nima serik, shef? Aytaylik bor narsani. Nazorat punkti deysizmi? Fuqarolar eshigidan kirdingiz-ku. Bizni fuqarolar uchun doim eshigimiz ochiq. Ha? Ha? Bunday topshiriqni shaxsan o'zingiz qo'ygansiz. Bizni boshliqqa darrov bosim o'tkazish shart emas. Shikoyatlar borasida gapirmoqchi edim. Ha, bizda shikoyatlar bor. Ko'p desam bo'ladi. Lekin ishlayapmiz. To'g'rilashga harakat qilyapmiz. Qo'l qovushtirib o'tirganimiz yo'q. Albatta. Sizni vazirligingizda shikoyatlari undan ham ko'p-ku. Lekin bu narsaga shunchaki vaqtingiz yetmayotganini tushunamiz-ku axir. To'g'rimi? Bizni shef ish joyida umuman ishmaydi. Mana ko'ryapsizmi? Ishgan taqdirda ham bugun ishi og'ir bo'lgan. U 3 ta hayotni asrab qoldi. Ha, buni bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Albatta, o'zi unga medal berish kerak. Siz esa faqat o'zingiznikilarga berasiz. Bizni shefga esa hech narsa bermaysiz. U bechora oylikdan oylikkacha zo'rg'a yashaydi. U umrida hech qachon korrupsiyaga aralashmagan. Tushunyapsizmi? Siz tepada o'tirasiz-ku, albatta nimalar bo'layotganini bilmaysiz-da. Albatta. Pastga tushing, o'zingiz ko'ring. Biz bir kunda 24 soat ishda bo'lamiz. Bizni boshqa ishimiz, hobbimiz yo'q. Biz dam olmaymiz. Faqat biz shunaqa ishlaymiz. Lekin qanaqadir bloger, mobilografdan ham kam olamiz. Shu tepadagilar bizga oxirgi marta qachon yordam berishdi? Mamlakatda nimadir bo'lsa bo'ldi. Biz aybdor bo'lamiz. Biz birinchi. Patruldagilar aybdor. Boshqa kim bo'lardi? Mamlakatda qanaqadir shovqin ko'tarilsin, voqea joyiga birinchi bo'lib kim yetib boradi? Biz birinchi qarshi olamiz. Kim kelgan taqdirda ham. Bosqinchimi, terrorchimi, kim bo'lsa ham biz birinchi bo'lib chiqamiz. Lekin buni hech kim qadrlamaydi. Biz oddiy patrulchilar mana bularga o'xshagan boshliqlar bilan bardam turamiz. Tizim ham bardam turadi. Shu gapni yetkazib qo'ying. Tushunarlimi? Oilalarimiz nimaga buzilib ketayotganini bilasizmi? Chunki 24 soat ishlaymiz. Bolalarimizni ham ko'rmaymiz. Faqat video qo'ng'iroq orqali gaplashamiz. Mana rasmlari. Akajon, iltimos, akajon. Iltimos qilaman. Janob general, Bayramlarchi? Hamma bayramga borib konsert ko'radi. Biz bayramga orqamiz bilan turamiz. futbol ham shunaqa. Hamma futbol ko'radi, biz orqa o'girib turamiz. Aka, iltimos, akajon. Nima gap, nima bo'ldi? Qara. Ha, haligi biz biroz haligi qizishib ketibmiz. ha, hissiyotga berilib ketdik. Yig'ilib ketgani uchun. Lekin O'ylamasdan gapirib qo'ydik. ha, oyligimiz yomon emas, a? Ha, oyligimiz ham yaxshi. Ha, oz-moz kam, lekin yetadi. Umuman olganda rozimiz. Kechirim so'rash shart emas. Gapirib bo'ldingiz. Gapingizda turing. Aqlbek, seni xo'jayiningni xonasida kutaman. Sizni esa yigitlar. Eshitib bo'ldim. Rahmat. Haligi biz ham uzr so'raymiz. Uzr so'raymiz, janob general. Hammamizni 5 tadan bolamiz bor. Yigitlar, bu nimasi? Albatta, avvalo rahmat. Lekin oshirib yubormadingizmi? Qo'pol bo'lib qolmadimi? Har holda Yedilni amakisi-ku. Umuman olganda Yedilni amakisi borasida hammasi joyida. Lekin vazirni oldida esa originalini menimcha yigitlar qovun tushirdik. Bu nima deganing? Kim buni o'ylab topdi? Men o'ylab topdim. Voy Serik, nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Axir u ichki ishlar vaziri-ku, senga vazir. Nima o'yinchoqmidi? Notavon. Nima o'ylading o'zi kallang bilan? Aybdorman. Turishingga qara. Sen o'zingni emas, meni go'rga tiqyapsan. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Tekislan! Erkan! Shef, bu bizniki. Qanaqa erkan, yo'qol bu yerdan. General bilan qanday gaplashyapsan? Qanaqa general bor yo'qol? Yedil, olib ket. Olib ketinglar buni. Yo'qotinglar. Notavonlar. Uysizni yonimga olib kelishibdi. Ruxsat eting, tushuntiraman janob vazir. Tushuntirishni keragi yo'q. Hammasini tushundim. Ofitser bo'lib yurgan paytlarimda
Nafaqat vazir kelganida, bir pog'ona baland odamning oldida ham men hushyor turardim. Tish tirnog'imgacha qaltirab. Senikilar nima qilishdi? Aybdorman, janob vazir. Nimada aybdorsan? Nimada? Yigitlarim haqiqatni aytganida aybdorman. Achchiq haqiqatni. Bizda bunaqa muammolar yo'qmi? Yigitlarim arzimagan oylikka ishlayotgani uchun aybdorman. Yigitlarim ijarada arang turishgani uchun aybdorman. Hammasi arang yashayotgani uchun aybdorman. Lekin meni yigitlarimda o'xshagan yigitlar tizimni ushlab turishibdi. Milliy xavfsizlikda mana shunaqa kadrlar yetishmayapti. Meni qanday himoya qilishgan bo'lsa, yurtlarni ham shunday himoyalashadi. Ular pagon va formani qadrini bilishadi. Endi meni haydashingiz mumkin, janob vazir. Uzmedia.tv. Eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Aqlbekning hamma gapida jon bor. Ha, gaplari to'g'ri. Prezident kortejini ro'yxati tayyormi? Tayyorlayapmiz, janob general. O'sha yigitlar ham bo'lishi kerak. Tushundim, janob general. Bo'pti. Boshqa boshqarmalarni ham tekshiraychi. U yerda ham haqiqatni aytadiganlar chiqib qolar. Lekin bu yerdaligimni hech kim bilmasin. Sizlardan ko'ra mana aks holda. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Aqlbek. Barakalla. Keyin hal qilamiz. Qoyilman. Ey xudo. Gimaroyimni chiqarib qo'yay dedi. Voy, menikini emas, do'stimnikini. Bas qil bo'ldi. Shu muammo borligini ikkalamiz ham bilamiz-ku. Asosiysi qanday qutulish, to'g'rimi? Ha, barakalla. Nima deyishni bilmay turgandim. Ha, aytgancha, yigitlarimni kortejga qo'yish shart emas. Ular qovun tushirishadi. Men qo'y deyapmanmi? Birga va'da berdik-ku. Ularni haydab ham bo'ldim-ku. Qaytar joylariga. Bu nima deganing? Xo'p. Aytgancha, gap so'zlar yuribdi. Vazirni maketini yasattirganmishsan, u bilan gaplasharmishsan. Nima bo'lyapti o'zi? Uyat emasmi? Hamma gapiryapti. Kotibadan tortib farroshgacha. U ham odam bolasi-ku axir. Bas qil bo'ldi. Uyat. Bo'ldi. Boshqa takrorlanmaydi, janob general. Bo'pti, yaxshi. Prezident korteji ro'yxatini esa o'zing yaxshilab tuz, bo'ptimi? Bo'pmi? Ketishga ruxsat eting. Bo'pti, bor. Bora qol. Qosim Jo'mart Kemilovich, qalaysiz? Men hamma narsani aniq qilib, yaxshilab tushuntirdim. Aytgancha, nima ichasiz? Choy, qahva, manti. Voy, manti debman. Ko'p gapiryapman. Ha, ko'p gapiryapman. Sizga iliq munosabat ko'rsatmoqchiman. Choy olib kelaman hozir. Qora choy, zo'r qilib. 5 daqiqa. Hozir borib, tezda olib kelaman. Xo'sh, finjonlar. Janob general, uzr so'rayman. Hujjatlarni imzolashni unutibman. Qanaqa hujjat? Voy, Qosim Jo'mart Kemilovich. Shu damidingiz, uchrashuvingiz borligini bilmagandim. Choy ichasizmi, qahvami? Choyni keragi yo'q, choyni o'zim damlayman. Qora, zo'r, yaxshi damlayman. Bo'ldi, unda xalal bermay. Boraver, ketaver. Hammasini keyin tushuntiraman. Tekislan, o'ngga. Rostlan. Birinchi guruh. Qadam, bos. Tekislan. Rostlan. Diqqat, oldinda 30 gradusga qayrilish bor. Diqqat, old tomonda sun'iy notekislik bor. Xavotir olmaymiz. Oraliq masofani ushlaymiz. Hammasi nazorat ostida.
Men oldidaman. Orqani nazorat qiling. O'ttiz kundan so'ng. Aka, men hayron qoldim. Nima bo'ldi? Qarasam bu yerda. Men shu atrofda edim. Menimcha fotograf yaqin turgan. Nima, yaqinroqga tura olmadingmi? Shunchaki band edim-da. Qo'ysangchi aka, qo'ysangchi. Kechiring dada. Ana ko'ryapsiz-ku. Qancha vahima, qancha gap bo'ldi buning uchun. Bu prezident bilan rasm emas. Bu prezident bilan omadsizni rasmi. Sen bu rasmni hech kimga ko'rsatma, sharmanda bo'lasan. Ko'rsatgan taqdiringda ham baribir ko'rinmaysan. Yoki nima, og'zing sasigani uchun uzoqroqqa qo'yishdimi seni? Iye. Mana-ku. Mana. Mana. Mana men. Mana men. Mana menman, ko'ryapsanmi? Mana, qara. Qaragin.